Evali bu elektron sigaret yoki vape chekuvchilar orasida o'pkasini qaytmas zararlanish jarayoniga aytiladi. Ya'ni bu kasallik ilk bor 2019-yilda aniqlangan va bugungi kunga kelib uni davolash uslubi topilmagan. Bunga sabab demak o'sha elektron sigaret yoki vape tarkibidagi vitamin E atsitati, nikotin hamda tetragidrokannabiol kabi moddalarda o'pkadagi bronxolalarda zararlanishi hisobiga kelib chiqadi. Bunda ular chandiqlashadi va nafas olish jarayonida ishtirok etmaydi. Shu sabab chekuvchilarda nafas qisishi, ko'ngil aynishi, isitma, yo'tal, ko'krakda og'riq, ich ketishi, qusish hamda og'ir bosqichlarida nafas yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Bundan xulosa nima kelib chiqadiki, demak vape va elektron sigaretalar zararsiz degan fikr xato. Bu haqida avval eshitganmisiz? Izohlarda yozib keting va elektron va vape chekuvchi tanishlarga yuborib qo'ying. Sahifamga obuna bo'ling.